Olaydı işigim Mağimen çöldeştimen İşigim isil canvar Helen derler şahimen İşigim isil canvar Helen derler şahimen şahimen Ayrılıp gideydiysen üzülmeydi gönül geçtim dostum yar aman yani det elemler yaman canavar bayakka mağala bayakka korkma bayakka mağala bayakka Kena mağala bayakka nima degan surlik canavar kash kirib qopti bugun oqshom uyliklarga hamroh bo'lib mashhad qo'nib qolayli bizni ama oxiri keladigan yerimiz mushu bo'lgandan keyin qani
Nazımı sət boldu. Qaranğıda seni beka avarçılık qısaldım. Mən Xudayının yoruq günüdə bu xurcunumdan bir nimi tapamayman o. Sen qaranğı tündə bunundan nimamı tapalasa bala. Toxta balam. Qaytıb gəl, beka acıqlayıb düşsə. Toxta! Bani gördünmü? Mən həmmə yerə özəmdən qaravullarını qoyub qoyğan. Əmdi qaçıb çıxıb gedəməysə. Esselamu aleyküm. Və aleyküm əssalam. Muşu salamağını buraraq bəyən bolsan. Sən müthiş, mən müthiş, bu xurcun mu tiş? Eşekimi teştirgan bulattı. Qara seni. Şundaq çeçen balı turub, eşekdən imanda qoxsa. Sən zadı nemiş qıldığın bala? Neymiş kıldığın emni? Bayattın köydünüz ku. Onu köydüm. Sən hər daim quruq konu xurcununu maldılaplı yürüydü ikənsə. İşçide birine esbağım ikin depti men. İşçide bir nemesi var adam. Şəhərgə kirib sarayğa düşmək. Sərətqalı qikilib konu qəvirdi qonam dike. Sine uyun qayadı? Gün qayadı keş bolsa şu yedi. Andaq olsa, bugünkisinin uyun bana muşadı. Bana bugün həmra boğun. Bolamdı, ha? Makul. İsmin nime? Telev aldı. Seni kim telev aldı? Anam bile dadan bulmamdı. Telev aptoyu. Bırak öz kitip kaptı. Ondaq olsa, Xudayımdan başqa hiç nəsəm yox degine. Bırak Xudayımdan men bile karı yok. Ha? Sen xeyli gəpçi oxşamamsa. Telev aldı axın. Ata anasız, öy makansız yürüydü gənslərdə. Ha? Oylap baksam, yigen nenimden yigen taygımcıqrak hoptu. Qosuğun qandağıraq. Öttügen doğu tamak yigen, her halda tayak yemegenim şükür kılıp toğuşurup dümen. Eli xurcunda bir parça qatıqla battı. Bir çögün su tepilsi o. İkimiz qosuğumuzda azraq yemlep alıptık. Su tip geley mi? Tüvendi bulaq ba. Qaçımımız qanda qılımız? Amalını kılımen. Özlerge nemi kerek aça? Kim senin açanken? Silemine nemi qıldayla? Koynağındaki pulgu yaraydıgan neslerini çıkar. Hocun çapan çarağını taşla. İşigini kaldırıp hazırının özlü közüne kayıp bol. Qoynumda pulğu yarığı dək bir nəsəm yox. Xurcunumla körüp eqim. Onu
cəzmən taşıyıb etsiz. İşigim haqqında gəp açmang. O bana pək sürür. Həmini qaldırsa. Oğru olsan insaf bilen bol. Qazınla alsan tuğunu koy degen gəp ba. Həmmini asınız mı işigim özemke qalsın. Mening beka gap bilan xo'sham yo'q. Acha, qulun tatqan bu efendi. Undaq bo'lsa, hujum bilan eshigini elib ol. O'zini yenikletib, yo'lga silib et. İkinci bizning pallanadigan joyimizga kagchi bo'lmasin. Yok acha, bu kishi obda odam. Hay, bu ay bu kunlarda obda odam nima ish qilsin? Hamiz obdan bo'lib ketsa, sen bilan men mush kunga qolamdiq. Ondaq demang. Obda adamlar köp. Yama adamlar az. Undaq bo'lsa biz yaxshi odammi? Yaxşılarni yaxşı degil olmaydı. Biroq sizlarni yomon yo'lga sağan aşu ozgina askilar bo'lishi mumkin. Rost aytdi. Qani o'zingizning ismingiz nima bo'ladi ki? Turar joyinglarchi? Mening ismim Husnarxon. Erim Qosim Qaraqchi o'lgandan keyin uy makonsiz qoldim. Bu bala sizning nemangiz bo'ladi? U yetim. Amal yo'q. Mushundaq tirikchilik qilib yuribdimiz. Sizlar qanday qilib bu yo'lga kirib qoldinglar? Deb kelsak, gap uzun. Men aslida bir yaxshi oilaning bolasidim. O'zim kichigimdilla ota-onamdan yetim qilib, 14 yoshimda o'z yurtimizdagi 30 yoshlik ishonga uning mo'rtlari tarafidan nasr qilindi. Nechinchi xotini qilib berilganligimni o'zim bilmayman.
Men qeçip İşanның hoylusuga bardım. Lekin oylamagan yerden şundan buyan dünyadaki hamma kishilarga o'sh bo'ldim. Faqat meni qutqazgan Kerimdan boshqa. Men amalsiz ikkinchi qitim taqqa chiqishga majbur bo'ldim. Ham Qosim degan qaraqchiga xotin bo'ldim. Shundan boshlab Kerim bu yerdan ketib qoldi. Uzun o'tmay Qosimni qo'lga oldi. U turmada o'lgandan keyin tirikchilik uchun o'g'irlik va qaraqchilik yo'liga mangdim. Ataydap qapti. Bu yerda o'ltiravermayli. Shaharga kirib, aram olayli. Kelib oldi. Ha? Ma. Sen shaharga kirib, obdaraq saroyni tepib, paxlandan birini al. Men sizlarni mehmon qilay. Bo'lamda. Aka. Pulni manga be. Mang, tez berib qo'lingni ish qilsal. Aram yesek, Xudo ravo ko'maydi. Nasbasidir. Halolligimiz yaxshi. Bizning ishimizga aralashma. Mang, chapsan berib qo'lingni ish qilsal. Ma'qul. To'xta. Hı? Mayaqqa. Bana al. Mo'shnanga al. Bana. Biz mo bir aqetim halaldan kelgan paxlanni yeb baqayli. Ozroq samirib qolamiz. Mangay. Men ketmamsa. Agar yeningizda muncha ko'p pul borligini bilgan bo'lsam, allaqachon sizni yenikletib yo'lga solgan bo'lardim. Menmo shuni sezib, yenimni quruqdab qo'yamdiki deb, kechicha ko'z yummay o'tadim. Qiziq parang solgan odam ekansiz. Birdamda da qo'yni o'ltirib, hammani joylab bo'psizlar-da. Nayt yaxshi bo'pti. Go'shtni biz ham qoldirmay, hammani qozonga selinglar. Qizim, sen biraz aramak dur. Go'sht pishqanisini chaqirma. Hech nima yegim yo'q, dada. Ondaq dema qizim. Xapılıqda tönügündən beri bir işlem mama yemedin. Onda qısan ağrıp qalısan. Hiç bo'lmaganda short bozum ishken, ha? O'snarxon? Ha. Nima? Ismi O'snarxon ekan? Bu qizning ismi-mi O'snarxon ekanda? O'snarxon. Sarayvan. Bu qizga nima bo'ldi? Bechora qizim.
Bu mening yolg'izlik qizim edi. Bari yo'q besotimdagi boylig'im mushul edi. Onasi o'lib ketgan. Kutilmaganda beshimizga bir bola ko'mtirilib keldi. Zada nim bo'ldi? Ahvolni bir tapaqsizlar, qo'limdan kelishicha yordam beray. Buningga hech kimning qudrati yetmaydi. Eng yaxshisi so'rmayli qo'ysizlar. Efendika, Ha. göç bir şey dep kaldı. Qara. Bularning beshig'i kun tushgandek qiladi. Nim qarimiz. Qo'sig'imizni to'yg'izib, yo'limizga mangmandoq. Yo'q. Yersizlar. Kechrak mangsaqmi bo'ladi. Tilib oldi. Ha? Sizlar eliqi o'z narxon degan bo'lamla? Davering. Qaraqchi. Qaraqchi o'z narxat. Ha. Tova, xudoyim. Sizlar bu yerga qandoq bo'lib kirib qoldilar? Bu menga dard ustiga dard bo'ldi-ku. Sizlar darhol bu yerdan chiqib ketsizlar. Men sizdan xo'sh olay, ha? Sizlar bu yerdan chiqib ketsizlar deyman. Astag'fir. Sizlar uncha bola qo'rqib ketmisizlar. Bu ayoldan sizlarga hargiz ziyon kelmaydi. Shundaqdimi boshqalar anglab qolsa, mening ish o'qitimga ziyon yetamikin deyman. Bu mochiq chapat atgan bechora ayol. Amalsizlikdan qaroqchilik yo'liga mangan. O'zi oq ko'ngil ayol. Sizlar meni qandoq tunaylar? Men sizni ko'rgan. Enimmo sizning gaplarini qilib bergan. İnilari kim bo'ladi? Enimning ismi Kerim. Kerim. Acha, sizni qardan qochirib atgan hiliq odam bo'lmisiz yana? U hozir qayerda? Bu ishidan yongan. Efendim, qani yuqori o'sla, yuqori o'sla. Rahmat. Qani. Qani. Tatinmay o'ltiringlar. Qani, Ma'zay baqash o'ltiringlar. Enim shundan keyin yoqi yurtlarda yurdi. O'z yurtimizga qaytib kelgili 2 yil bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha 30 yil o'tibdi. Shundan keyin bir qitim ko'matdiman. Shundaq. U doimdagidek silini og'izdan tushamaydi. Qizimga O'snar degan ismni enim Kerim qo'yib bergan. U texi meni unutmabdi-da. Qaraganda biz hammamiz o'z kishilar ekanmiz. Shundaq. Baqirsa. Sil berib bak. Chaqirib kes. Ma'qul. Qani, go'shtni issiq deyli. Men berib kelman. Baqirsa. Sizlar berib O'snar qiznimi chaqirib vassizlar. Go'shtni issiq deyapsiz. Obdan. Onda olsa bu go'shtni taqsimlashni boshlaymiz. Ay, qulang tat. Senza. Qani sizlar aytinglar. Bu go'shtni puhrochi taqsim qilamdu, podshochi taqsim qilamdu. Padişah taqsimlaymiz. Padişah taqsimlaymiz. O'snarxon, sizcha qanday taqsim qilsak bo'la? Acha,
Muşularning degini bo'yicha bo'lsin. Bo'ladi, podshohchi taqsim qilayli. Amin. Xudo barkat bersin. Mana bu qo'yning kallasini Sarayvan akimiz yesin. Mane Vesnarxon yeydi. Elan. Televalda tutdi. Mavgüş samataydı. Ala. Bu qandoq taqsimot? Bir kun kechgacha men ishab boshlasam, men qog'ini mushuma. Mana bu podshohchi taqsimot. Ba'zilarga shundoq az, ba'zilarga shundoq jiq. İşlaganlarga hech narsa yo'q. Qaranglar. Kim keldi? Kerim. Vesnarxon. Mabdigini askereklen düşürünler. Vay 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 vay. Ah qani merhamet. Ne degan jiq to'yliq bu? Voy voy voy. Anlasak bu qerning 4 xotini var ekan. Qanday xotin qo'ymaydi bu. Bu ishon hocam 4 qitim o'ldi bo'lganmi 5-si. Sarayvanning qizi an 14 yoshga kirib demiş. Anlasak bu 70 oshgan saqliq oq kirgan qiyr ekan. O'shunaq. Vesnarxon. Kerim. Vesnarxon. Qandaq? Bu narsalar ozuq qilmagandu? Men bu to'yliqni qabul qilolmayman. Har qaysilari bizga xayr xoliq qiluvchilar. Sizlar Nurullah hocamga deb qo'ysizlar. Mening qizim Vesnarxon texi kichik, Eshon pirimizning xizmatida bo'lolmaydi. Ondaq demisizlar. Qiz bola degan tomoq bilan ursishi qilmasalar, erning xizmatiga yoraveradi. Shundaq. Begimning nazari silning qizga tushibdi. Hazratimning iltifoti g'animat. Bu savobli ishdan hargizmi chatnimaslar, shunda qizlar. Ras aytdi. Ras mana to'g'ri. Buningdan 30 yil burun inri talishib olanmagan shahar chetidagi bog'liq o'yliga Eshon hazratim qizlari Vesnarxon uchun peshayvonu salasunluq imora silib, jabduq tayyorlab qo'ydi. Bo'pti. Tayyorlik bitibdi emisi. Xayrlik ishni kechiktirmayli. Meningcha sizlar ma'qul kaslar. Qani, duo qilib bersizlar. Bo'ladi demasa, ilohi amin. Oxiratlikda kuyovli bilan kelin inoq va muhabbatli o'tgay. Alloh. Yo'q. Men xo'sh olib ketay. Unda qilishimizlar. Bu ishni o'ylashib ko'ray. Yo'q. Bo'ldi, endi gapni so'zmayli. Duo qilinib bo'ldi. To'y ishi bekitilib bo'ldi. Tushdan keyin qizni ko'chirib olib beramiz. To'y va nikoh ishlarini kuyovlining oromgohiga berib, shu yerda o'tkazamiz. Endi sizlar shuni tayyorlab qilsizlar. Bu endi shundoq bo'lsin. Nurullah Eshonning xonimi. Sizga xush xabar. Efendi. Chaqchaqni oyimay qildigan odam kellar. 30 yil burungi ko'n xamanni so'rmisizlar. Bu chaqchaq emas. Nurullah Eshon odam avatib to'yliq kirgizibdi.
Onun sırtıda nikahını yengilisak depdi. Eliki Kerem'nin koludan tatıp algan bağlıq hoyluğa sizge atap, pişayvallık yoğan kılıp öy sağızıptı. Hey efendi, o qeyri oğrunun alımen degini Sarayvanның kızı Hösnar kız. Nimdeydikin depti men. Selen'in demekçi boğalları ikisini almaştırmakçı mı? Şundak. Bu en yaxşı fırsat degine. Eğer o qeyri tuyup qasçı. Hey. Kızık gibin vaki. Nikahını okup boğandın keyin şeriat kaydısıga uygun da. Çendin mi? Mening qisas aladigan kunim ketdi de. Özarxan, siz uyaga bara barmayla qaramlıq qısınız. Bizden planımızı buzuyutsuz. Men üçümden elib alsam. Ölsem rastım. Ondaq demen aça, siz ölsünüz. Kerim kam qanda qıldı? Hı? Mağa ne? Oy! Efendi. Kalede basla. İşanığa nimaç öşküyanları erip gidiyordu. Kerim. Sizge nim boldi? Akamga toyluqni qabul qildirib, qizini o'tqishtiribla. Mundaq degen Kerem bukam, mening mundaq qilganim yoshlarning baxti uchun emasmi? Nima? Baxti? 14 yaşlık kızını 70 yaşlık qeyriği bəgəlləri bu yaşlarının baxti üçünmü? Hey, Keremcan bukam, men kichik Hösnar qizni İşan qeyriğa bereyli demedim. Mening bu yerda demakchi bo'g'inim. Nurullah İşanğa tegmekçi boğan mani men. Siz aşu qeyriq tegmekçimi? He. Yo'q, hergiz bo'lmaydi. Toyluqni akab bo'ldi. Keremcan uka, endi ikkisining birini bermay qutulolmaymiz. Cho'ngimi bo'lmasa, kichigimi bo'lmasa, men tegay emisi. Toyluqni yandırıb ötimiz. Bu toyni hergiz qilib bo'lmaydi. Yo'q. 30 yıl kütüp bugünkü künge aran eriştim. Bu qitim o qeyrni hergiz boş qoymayman. Şundaq, efendim kamdan degini boyunca iş qılaylı. Undaqda men Fukam Keremcan, ben senin işini oylap koydum. Öy joyimi özenge qaytıdı. Bu yaxmı senin buldu. Bu yaşlarının baxti üçün degenlik emasmi? Ha? Qanda? Efendim kam to'g'ri aytdi. Bek yaxshi oldu. bu ish qanday ola? Keremcan fukam, qani sinab ko'rmaymizmi? Hay. Onda qımalı deyman. Estağfurullah.
Onda kımala deymen. Ay boldu. Boldu. Boldu kılınla. Ay boldu kılınla deymen. Onda kımala. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu kanda hop getkini. Boldu. Boldu deymen. Boldu. Armağanla minandan talak. Mın talak. Közümde yok oluş. Bigim, nişan bigim, kilik gibi batırdı. Estağfurullah. Boldu, boldu. Boldu kapı bu manla. Boldu kılınla. Boldu cıgılı manla. Boldu. Çıktın la. İnnehu gafurur rahimul cevvadul kerimul aliyyul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Amin. Allahu Allahu Ekber. Ekber. Kene kız tarafının vakili. Ben Hmm. ismim Nesriddin Axun. Nasriddin Axun, Osnar büyüge vakalet birle şeriat-i Mustafa'nın ahdi nikah, kanun kaideleriga to'liq rioya qilgan holda o'z jonibingizdan mazkur Osnar bibini Hazreti Nurulloh ishonga rozi va rog'ib bo'lib, ikki dunyolik halol jup bo'lishiga, ya'ni xotinlikqa qabul ko'rib berdingizmi? Bismillahirrahmanirrahim. Öz razılığım bilen Hösnarxanni Nurullah İşanğa xotulluqı berişni qabul qildim. Özleri Hazreti Nurullah İşan Pirim aqidi nikahının 4 meşhur şartiga amal qilib, yuqorida zikr bo'linmish mankuhaleri Osnar bibini öz emrleriga elib, xotinlikqa qabul qildilimi? İnşallah, inşallah qabul qildim. Amin. Amin. Allahu Ekber. Canım xotin, jamallarini ko'gim kelyapti. Yüzlerini bir asla men bir ko'ray. Ay xenim. Kerimka, ko'rib baqsla. Canım xotin, yüzlerini bir asla men bir ko'ray. Men silini deb mushu bog'liq o'yinni yasatdim. Uydagi esil jabduqlar hammasi siliniki. Canım xotin, yüzlerini qiya asla men bir ko'ray. Qarısla Özdarxan, silini deb 4 xotinni biroqla taloq qilib etdim. O'yli aram, mol mulklarni hammasini berib etdim. Oy xenim, gul xenim, ma'qul deb yüzlerini bir ko'rsatsa, men bir ko'rib olay. Undaq bo'lsa, bo'pti hazratim. Ay xotin, yüzlerini bir ko'ray. Sen kim? Sen kim? Men sizning ayollari Hösnarxon bo'laman. Meni tanımadılımı?
Həcəb untugaq bob qaplığı. Yo'q. Sen Hüsnərxan emas. Ben seni ömrümde fakat gör bakmagan. Yoq, tonudıla həzirtim. Menin kalpugumның astadagi qara halim bilan peshonamdagi tatug'imni bir aqitim bo'lsa-mo ko'rgan bo'g' etdilar. Sen zaten neymiş qilmoqchi? 30 yil burun nikohlarga olgandilar. 30 yildan keyin yana bir qitim nikohlarga oldilar. Men 2 nikohlik halol xotinlari Hüsnərxan bo'laman. Bu-mu Xudoning iltifoti? Yo'q. Bu mumkin emas. Kəslə. Kiyimlərini sahsıla. Karvat qıçısıla. Camalımğa qanğıdək bir tuyuvamamla. Qeni, teziraq, kemmemla. Adem baba, beni qutquzinglar. Oy, bizning cho'ng kuyog'il to'y ketsa, hojirlarda bo'lmay, bu yerda vaqirab-jaqirab jursizlar. Kishilar masxara qilmamdi. Sen kim bo'lasan? Mening yangi kuyovlim. O'zlarining qayni inilarini tanimayotgandilar. Bu neymiş? Bu zat neymiş? Sen menden so'rayapsan. Sen tepib bergan balo qazo bu. Men bu to'yni qilmadim. To'xtasla. Aldırmışlar. Azirte ishon pirim. Bunda qislari qandaq bo'ladi? Baya sizlar el yurt oldida shariat qoidalari bilan nikohlab halol olgan ayollari tursa, bunda qislari qamlashmay qolarmiki? Undaq bo'lsa, taloq qilib o'tay. Taloq qislari bo'ladi. Biroq shariat qoidasi bo'yicha ayollarining mirosini berib o'tishlari kerak-da. Undaq qilishga bo'lmaydi. Taqsir, sababsiz taloq qilgan ayolni mahri haqsiz, iddat haqsiz, mirossiz uydan qo'g'lab chiqarsa, shariat qoidasi bo'yicha uni qanday qilish kerak, Çabuk git. Mening mushu aramgohimdan boshqa ishlasam qomidi. Hammani to'rt ayolimga bilib berib atgan. Undaq bo'lsa, Nurullo ishon pirim, shariat qoidasi bo'yicha o'zini ep chiqib, kammi kesa qilish kerak. Ma'qul. Undaq bo'lsa, o'ylarim mol mulklarning hammasi Hüsnərxonga ta'alluq bo'lsin. Mana endi joyida bo'ldi. Qani amisa jamoat oldida o'z roziliklaridan bir parcha xat bitib basdi. Hey, siz berib xat bitgan. Xo'p, siz bo'l. Ma'qul. Ey canavar,
Biz olanın keynidin üygice ketivermeyli. Biz mo öz yolumuzga